Assalomu alaykum, kanalimiz a'zolari, aziz yurtdoshlar. Ayollarimiz uchun kerakli bo'lgan kofta, yubkalar sotadigan magazinni obzor etjekman. Qisqacha avval orientirni tushuntirib o'taman. Xiva shahar, ina pasport stolini yonboshi bir yerda bekat bor. Bekatning orqasida bir ajoyib magazin bor. Bu yerda kofta, yubkalar, bir o'quvchilar uchun ham kerakli kostyum desni, bryuklar, xilma-xil ofisni kiyimlar bor ekan. Shularni sizlarga ko'rsatib o'tjekman, azizlar. Bir-biridan chiroyli. Saida shop deb kelsangizlar, topib beradilar sizlarga nechali kofta, nechali kerak, nechali miqdorda kerak bo'lsam, necha shtuka bo'lsam topib beradilar. Tovar ko'p. Yana tovarlar kelish arafasida yubkalar ham xil-xillari ishida azizlar. Bank sohasida ishlaysizmi, o'quvchimisiz, ishga kelsangizlar, bir-biridan chiroyli koftalar, yubkalarni arzon narxda topasizlar, arzon narxda beradilar. Xiva Uzdurdona kanali подписчиклari uchun. Koftalar moshni, bir-biridan chiroyli. Oqlar ham dim ko'p, svetlar ham har xil svetda, asosan oq kiyimda ko'p ekan, oq rangda ko'p ekan koftalar. Azizlar, rasvetkalari, bir-biridan chiroyli kiyimlar. Sizlarni magazinda kutib qolamiz azizlar. Kelaverasizlar. Yaqinda xudo xolasa yubka rakojlar ham keladi. Undan yana bir qator obzor etib beraman, xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, sizlar uchun. Joningiz omon bo'lsin. Like, podpiska tashlab qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Azizlar, fikrlaringizni yozib qoldiring. Moshni narsalar ishida azizlar. Hurmatli ayollar, kelaverasizlar.